Bu generatorlar faqat oilasini o'ylaydiganlar uchun. Bu uylarning yuzida svet o'chib, oilangiz, ota-onangiz qorong'uda, sovuqda qolishini xohlamaysiz, to'g'rimi? Kamiga o'tgan yili ham shunga o'xshagan muammo bo'lgan bo'lsa kerak. Biz 15 yildan buyon O'zbekistonda generator bilan shug'ullanib kelamiz. Ko'rib turgan modelimiz 100 dan oshiq mijozlarimizga yetkazib berganmiz va ular sifati va servis xizmatlarimizdan juda ham mamnun. Bu generatorimiz polni avtomat hisoblanadi. Ya'ni o'zi o'chib, o'zi yonadi. Davlat toki ketganda o'zi yonadi, davlat toki kelganda o'zi o'chadi. Kimdir yoqib o'chirish shart emas. Bu generatorlarimiz ikki xil modeli mavjud. Ya'ni 10 kW 8 kW toza tok chiqaradi, 8 kW 604 kW toza tok chiqaradi. Bu nimalariga yetadi? Agar uyingizga o'rnatadigan bo'lsangiz, ikkita konditsioner, bitta xolodilnik, bitta ariston va televizor osvesheniyalarga bemalol yetadi va yana zapas oshib qoladi. Endi buni kamchiligiga keladigan bo'lsak, atiga 30 dona qoldi. Agarda sizni qiziqtira olgan bo'lsam, pastdagi tugma orqali ro'yxatdan o'ting. Biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Shoshiling, tezda tepib qolishi mumkin.